Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda Onyx avtomobili muammosi konditsioner ishlamayapti. Sababi trubka yorilib ketgan, konditsionerning trubkasi. Sababi nima? Mashina hali 1 yil bo'lgani yo'q, 55 ming probegi. Trubkasi уже yorilib ketgan. Lekin bunda muammosi davleniya ko'p emas. Freon ham joyida bo'lgan, o'zi qancha kerakli bo'lsa o'sha положено freon bo'lgan. Lekin muammo nimadan kelib chiqqan? Muammosi shundaki, bunga shunday oblitsovka qo'yganlar, havo kirmaydi. Hamma yeri yopiq. Ozgina kirgan joylar tepada bo'ldi. Joylari bor-u, lekin gluxoy. Havo o'tmaydi. Havo o'tmagani sababli davleniya oshib ketib, yap-yangi mashina уже trubkasi mana shu ahvolga kelib, konditsioneri ishlamay turibdi.